Assalamu alaikum aziz qeyrindaşlar. Anlayatqanыңlar Zordan Sabırның Arçı Yaprığı namlıq povestlar toplamının davamı. Mehman. İki işte sana hacitim düştü, dedi Kamilcan Eli'nin sualıga cevap verip. Bu yardımga pul, arqışıq bilenmi erişkil bulmaydı. Bu yardımni senli qila alaysan. Xoş, qini. Birinchidan Mahbubani xon qiz yezig'i boshlab chiqadi. Sen ularni uyingga mehmonga chaqirsan. Men qancha taklif qilibmi uyimga opirolmadim. Sening uyingga u jazman kiradi. Xon qizning deyishicha Mahbuba pat-patla sening gapingni qilg'udak. Hey qo'za, sana kimning estashligi qo'zg'almasin. Mening dadam seni meningdimi yaxshi ko'radi. Navada içim pişmisi idi, men sendek yuvaş, kemsöz, cimg'ur bo'lib olatdim. Lekin bo'lalmayman. Saatiga 100 tanga bersimi bo'lalmayman eli. Shunda qilib chaqirsan bo'lamdi. Bo'ludu. Undaq bo'lsa birinchi yordamingni mush yakshanba qilsan, ma'qulmi? Ma'qul. Xo'p, ikkinchisi-chu? Vaqt kelganda deyman. Pul lozimmi? Ha ras, akangning ayoliga mening nomimdan, yo'q, dadamning nomidan ayt. Yaxshi tayyorlik qilsin, yaxshi kutsin. Xo'p. Ish xo'p bilanla tugimadi. Eli shanba kuni velosiped bilan uyga chiqdi. Yangisi 3 bolasini onasiga topshirib, oldirab yurib non yaqdi, mol so'ydi, uy jo'ndadi. Kamilning topshirmasi bilan ustal o'rindiq qo'ydi, ozroq qizil ichimlik tayyorladi. Yakshanba kuni tushda Eli xuddi yuzi bilan yer dastigandek tasti minib, xon qizlarning uyiga qizlarni mehmonga taklif qilib kirdi. Uyimizni ko'rgach, bir china choy ichib chiqsanglarkan, dedi u qizlar oldida ortiq to'yilayotgan qo'llarini uvlab yerga qarab. Nimaga avar bo'lasiz? Dedi Mahbuba yigitga yer ostidan qarab qo'yib qizirib. Boshqa birsi bo'lsa rad qilatdim. Lekin sizninkiga chiqay. Sizga dadam salom etdi. Chiqayli, dedi xon qiz xushal bo'lib. Sen doimla eng ishchan, eng chivar, pakiz dehqon qizlardan birini tunishtirgan deytding-ku. Elining yangisi Latifa shundoq cho'kan. Aksi g'ini xalq o'qituvchisi. Soz, naqsha, she'r, bilim, axloq hammasida yetishgan bola. Yur do'stim, tezroq chiqayli. Mehmondo'st oila uchun mehmonmi bir cho'ng xo'shallik. Eli o'z mehmonlari uchun chin ko'nglidan xushal bo'ldi. Dasturxon sohibxonligini aksiyag'iga berib, o'zi mehmonlarni rozi qilish uchun qilolganligi ishini qildi. Qizlarning jarangliq kulgilari, g'inining yiqimliq soz naqshlari, o'yliga yezi yoshlarining to'lib ketishi, o'ltirishning ko'ngillik bo'layotganligidan derak beradi. Kamilcan o'tirishning yermida kirib keldi. U xuddi bugungi o'tirishdan xabarsizdek, o'zichila bu uydagilarni yo'qlab chiqqandek, dalanda buvaydan, kelindan, mehmonlardan birma-bir hol so'radi. Mehmonlarning oldida so'g'i salomlarini ichib, hammasini Latifaga uzatdi. U endi birdilla eng hurmatli mehmonga aylanib, to'rdan Mahbubaning yenidan o'rin oldi. Eli Patnos bilan yangi qo'rilgan saylarni elib kirganda Kamiljan qizlarga tinimsiz so'zlab atdi. Bu o'z uyim, dedi u vaqirab turib. Sizlarning uyimizga kirganinglardan to'liq xushalman. Dadam biz og'ayni uchimizning istiqboli uchun ko'p bosh qotirdi. Yaqinda g'aynini shaharga yo'tkizmoqchi. Cho'ng dadamni mehmon o'rinda kutimiz. Dadam aeroplan bilan ichkir o'lkalarga opirib o'yintib kelaman davatidi. Elining xizmat o'rni allaqachon hal bo'lib bo'ldi. Eli oxirsini anglashga taqat qilib tura olmadi. U bildi. Demak, bugungi choy Kamiljan qizlar oldida o'zini ko'rsatadigan, maqtinadigan so'rin bo'lib qopti. Bo'pti, deb o'yladi Eli xushal bo'lib. Ashu qizlar rozi bo'ldigan bo'lsa, Kamiljanning yolg'onchiligini kechirishga bo'ladi. Ular kech velosiped bilan qaytdi. Qizlarni bo'lsa, xon qizning dadisi kechqurun traktor bilan shaharga elib ketdi. Birinchi xizmating joyida, dedi Kamiljan kechda Elini quchoqlab. Ikkinchisini darhol boshla. Qiz menga moyil.
Әмді оқышты бір xat yazsan. Şunun bilan məsələ həll bolsun. Şundaq yaz ki, xətdən qız bir güzel qalb egisini körsün. Xat. Mahbuba tuncu qətim yigit xətini tapşırıb aldı. Onunğa көз ташлап yürgənlər, sürkülüb, aylanıb yürgənlər, көз, til və hərəkətlər bilan muhabbət izhar qilib yürgənlər xeyli köp bolsunmu, texi heç kim yürək qalbini səmimi tillar bilan izhar qilib xat yazıb baqqını yo'q. Xat qizga ta'sir qilgan. Uni o'ychan, tamkin, hissiyotli qilib qo'ygan edi. Lekin qiz o'z ruhida bunchalik o'zgarish paydo qilgan xat to'g'risida lam-jim demedi. Qiz o'zining har kimni jalb qila oladigan chiroy husni, kishilarda hurmat va qiziqish paydo qila oladigan xulqi mijozi bilan yigitlarning sherin til, cho'nqur hissiyot bilan to'lgan xatlarni topshirib olishga haqliq. Shundaqla o'zining qattiq mijozi, hayotga bo'lgan talabchanligi bilan bu xatlarni rad qilib javob berishga muhaqliq bo'lsa-mu, lekin buni tunji xat uni gangirtib qo'ydi. Xatda qiz go'zalligi, uning mahliyo kuchi, silayotgan azoblari, yigit sadoqati to'g'risida hech narsa deyilmagan. Faqat yoshlik, do'stlik to'g'risida oddiy gaplar yozilgan bo'lsa-mu, lekin bu gaplar qiz qalbining nozik joylariga berib tekkan edi. Qiz tövandagi qurlarni takror o'qidi. Ilm fan madaniyatini varaqlab ko'rsak, oltundek nur chechib turadigan to'kpi egilarini ko'ramiz. Ularning hammasila omad yoki birovning g'amxo'rligi bilan hurmatlik o'ringa erishgan emas, balki tirishish, izlanish, o'z g'oyasiga erishish yo'lida o'zlarining qimmatli yoshligini sarf qilish hisobiga erishgan. Yoshlik g'oyaga boy, davrimiz g'oyasizlik, quruq nom, rohat uchun intilish, bu narsalarni hayotning meg'izi, baxti hisoblash insoniy burchini bilmaganlik bo'ladi. Maqsad intilganlarga bir-biriga madadkor va do'st bo'la oladi. Mevalik daraxtningmi yaprig'i bo'ladi, qo'rayningmi yaprig'i bo'ladi. Yaprig'i bo'lganligi narsa sharbat, mevalik bo'lavermaydi-ku. Yaproq, yap-yeshillik sirtqi ko'rinish, sherin meva berish bermaslik qimmatning o'lchimi. Mahbuba, qimmat tarozisida o'lchiganda eng tarozi bosidig'ini yoshlikda to'kkan halol tarimiz. Men sizni kuzatdim, bayqidim. Sizni sir aytishga va fikr o'rtoqlashishga arziydigan qiz ekan degan xulosaga keldim. Mahbuba qarmoqqa yasanchoq, hakavur qiz. Uning talchiviqdek avrishim badanida har kuni degidek kiyim almashib turadi. Uning umoq lavlari, ko'pincha him, inchik qoshlari ostidagi yo'g'on qora ko'zlari dadisidek xiyolchan, bug'doy o'nglik chiroyi pok, lekin so'g'aqroq ko'rinadi. Uningga boshqalar osonlikcha yaqinlasha olmaydi va do'stlik emas, odatdagi normal munosabat to'g'risidami gap ocholmaydi. Lekin qiz ditig'i siqqan odam bilan yoshlik orzulari, o'qigan kitoblari, ilm-fan yangiliklari to'g'risida shunchalik berilib so'zlashidiki, bundaq chog'larda har qanday muhim ishni yavatgan tamig'ini unutib qoladi. U dadisi bilan soatlab paranglashidi, talishidi. Qiz o'z deginda ching turilib dadisini ranjitibmi qo'ydi. Xanqiz bilan bu xil yengliklar ustida bir-ikki yig'iz paranglashsalar, xanqiz qo'yg'ina, men ham aylanib ketdi. Chaqmoq so'knidan parqilib qishliq yo'qqa kiymaylimi, deydi. Mahbuba kulib qo'yib, ma'qul kiyayli. Vina shahar atrofida quyuq o'rmonliklar bor ekan. Boshqa davlatlardan nurg'un yoshlar u yerga kelib, qadimgi odamlardek turmush kechirgan. Vinada dunyoning hamma yerdan keladigan necha ming yetim bola bor ekan, deydi. Yenglik izlab senmi ketib qolma yana. Yur Mahbuba, bog'chini aylanib kelayli. Kamiljon qarmoqqa yengil, fikri tiz, g'ayratsiz ko'ringani bilan qalbi pok o'xshaydi. Meni bu haqlar so'g'oq deyishidi, lekin men undaq emas-ku. Odamlarning sirtqi qiyofatiga qarabla baho berishga bo'lmaydi-ku.
Balki Kamiljon ko'ngliga ulug' g'oya pukkan, g'oyasiga erishish uchun tirishayotgan yigitmi? Men nemishqimi bekorla meni ko'zlab yurgan arzimas yigit deb uningdan o'zimni qochirgandiman. Qiz shundoq o'yladi-da, Kamiljonning xatiga javob yozish uchun kechki tomoqdan keyin yottig'idan uyiga qaytdi. Eli, yur, seni mehmon qilay. Kamiljon 3 kundan keyin xon qiz og'zi chaplanmagan lipapida bir xat topshirib oldi. Xatda nimalar deyilganligini uqmayla, Kamiljon xon qizni tushlik tomoqqa bozor oshxonasiga elib kirib mehmon qildi. Ular azoda bir jo'zini egallab, udul o'ltirishdi. Endi muradingizga yetdingiz, dedi xon qiz mayus holda qopig'ini suzib. Baxtli bo'ldingiz. Mahbubanimi baxtli qildingiz. Menga nima sovg'a qilsiz endi? Siznimi? dedi Kamiljon qizning ko'zining ichiga qarab kulib turib. Hozir tamoq, oqshomlik kino, ondan keyin qorong'u ko'chalarni aylanib, ko'zini qisib qo'ydi u. Mahbubingizni nega qo'ysiz? Aytman bekor. Qiz noz bilan Kamiljonning mangziga urib qo'ydi. Nima sovg'a qilayimsa? 13 yillik marjondan bir tiziq ilib berisiz. Mahbubani unatqicha oz xizmat qildimmi? Ma'qul, deganingizni qilay, lekin hozir apamdan olmasam unchalik pulim yo'q. Nomus qiling-a, akiling yanchug'ingizni oqtirib baqay. Qiz qo'lini Kamiljonning to'sh yanchug'iga uzatdi. Kamiljon qizning qo'lini tutib olib, ejiyib turib leviga ilib mengidi. Qiz uni silkib etdi. Nima ko'ryapsiz odamni? dedi qiz rostilla xafa bo'lib. Do'stimni o'tinib bersam texi, endi meni mi bo'za qilmoqchimi? Chaqchaq, dedi Kamiljon qizga yelinib. Xafa bo'lmang. Ma'qul, marjonni elib beray, lekin avval xatni o'qib baqay. Jinim taqildab ketib boradi. Pah texi. Qiz miyig'ida kulib qo'ydi. Kamiljon xatni aldirab birla o'qib chiqdi-da, xo'shalligidan og'zini yumolmay qoldi. Uning baqirg'isi asabiylarcha sakrab kulgisi keldi. Lekin o'zini tasti tutib oldi. Shu chaqda jo'ziga 2 taxsa bo'sov keldi. Lekin kechqurun ixtiyoriy harakat vaqtida u xatni eliga ko'rsatgandan keyin aldirab xo'shal bo'lib ketganiga iqror bo'ldi. Xatda do'stlik haqidagi so'zlardan boshqa muhabbat to'g'risida asli qolg'idek so'z yo'q edi. Shundaqdimi pat uchrashib turayli degan bir jumla so'z Kamiljonning umidini oshiratdi. Pat uchrashib turayli dedim-u, bo'ldi. Bugun uchrashiman. Bugunla to'y to'g'risida so'zlashiman, dedi Kamiljon. Ixtiyoring, dedi Eli bari yoshirun azob bilan xursinib, ulug' kichiktinib. Meningcha bu xil qizlardan ehtiyot qil. Aldirab so'z echib, chondirib yurmagan. Qiz seningdan bilim elish, yaramliq odam bo'lishning yo'lini qurishda fikrdosh, tilakdosh bo'lishini talab qildi. Qizning talabidan bak chatnab ketma. Seningcha ash qiz bilan billa yolg'iz billa manganda kitoblardagi so'zlarni qilaymi amsa? Unda qilishga mening nada vaqtim? Kitob bilim to'g'risida so'z bo'lsa-la beshim og'riydi mening. Muhabbat, kelgusi hayot to'g'risida so'zlashmasak, parangning nima lazzati? Saylining nima foydasi? Masalan, to'lin ay bulutlar orasidan kulib chiqqanda qiz to'satilla, "Aytinga, ay yerdan qanchalik yiroqda?" deb so'rab qolsa, men uningga javob berish o'rinda, "Qancha yiroq bo'lsa bo'laversin, dunyodagi eng yo'riq ay mening yonimda" deb javob bersam bo'lmadimi? Qaysi qiz yigitlardan bu xil maqtashni kutmaydi ekan? Qizning rayiga baxmasang chonidu. Mahbuba mening ko'ztishimcha undaq maqtashlarni xolimiz kerak. Masalan, ay to'g'risida so'rab qolsa, ay yerdan 380 ming kilometr yiroqlikda, u yerdan 49 sasi kichik deb javob bersang, qiz boyiqi maqtashlaringni anglagandanmi bekrak xushal bo'ladi. Meningcha sen bir qancha kun tayyorlik qil. 100 ming nima uchun degan kitobdan bir qism bilimlarni yodlab ol. Ulug' shoirlarning she'rlaridan yodlab ol. Shu chaqda qizni tezroq oldiya olaysan, dedi Eli xiyolchanlik bilan.
Nima? Aldiya alaysan? Şu hazırmı aldırmoqchi bo'lyapsan-go? Dedi Eli rast gapni qilib. Qizlarni aldashni sen shunchalik tabiiy turmushning mantiqisi deb tushunasan. Shuni qilayotgan ishlaring sana g'alati sezilmaydi. Masalan, mahbubasini hozircha ko'ngliga ulug' maqsadlarni pukkan, bilimli yigit deb qarayotdi. Sen qizdagi bu tushunchani saxta yo'l bilan paydo qilding, rasmi? Ha, jangning 9 rang emasmi? Ha, nim bo'pti? Sen alayma, dedi Eli Kamiljanni yenik qo'ltiqlab. Xeyli men degan qizlarmi oldindu, lekin ular aldanganini bilgan chaqda yigitning yuz o'rishga kechikkan bo'ludi. Yigit uni yoshirin qiltaqqa tushirib bo'lgan bo'ludi. Shuning uchun qizlarning ko'z yoshi ko'p bo'ludi. Bu gaping joyida, dedi Kamil kulib qo'yib. Qizlar uchun uchib yurgan erkin qush. Uni qandaq yo'l bilan to'rga tushirsangmi baribir. Sen Eli ishni to'liq murakkablashtirma. Qizlarning qalbi unchalik sirliq emas. Yolg'iz terakning tuyiga oqshimi sening bilan birga keldimi? Bo'ldi. U sening o'ljang. Ishonmasang mening bugungi g'albamni ko'r. Yur, seni mehmon qilay. Oz to'lidan qiqib olayli. Yurakliroq bo'lishga foydasi bor. Kim u sizga o'z aqlini hadiya qilgan? Kech kuz eriq o'stan suvlari hurulliq bilan asta oqidi. Seriq yaproqlar xuddi bargidan ayrilishni xohlamagandek laylab pildirlab uchudi-da, nam havodan ig'irlashgan tuproq ustiga tushdi. Bir soatdan beri Kamiljon bilan Mahbuba yaproqlar ustiga dastlab yondashib mingishib sayli qilishmoqda. Ularga qarg'uvchilar bu 2 yosh toza gul-guliga kelganlardan ekan deyishidi. Lekin ular bir-biriga shunchalik yaqin mingishqini bilan bir-biridan shuncha yiroqlar. 1 soat vaqt ularni maqsadsizlab bir yo'lda mingib qilishgan yo'lovchilarga aylantirib qo'yishdi. Ular birinchi jumla so'zlardilla bir-birining kutgan yeridan chiqishmadi. 1 soat ilgari ular shahar bag'disi oldida uchrashdi. Yigit hayajonlangan holda 2 qo'lini shim yonchug'iga silvilib, tunji qitim sahnaga chiqqan artistek alaqzada bo'lib mengib yuradi. Qiz bo'lsa xushal, tamkin, xotirjam edi. U xuddi o'z aksi yoki ustoziga hurmat bildirgandek xushchiroy holda. "Yaxshimisiz, Kamiljon aka?" deb qo'lini uzatdi. Kamiljon qizning nozik qo'lini o'tdaq qiziq alqonlari bilan mijig'anda badani o'tqa tushgan yor yilimdek eridi. U Elining jikilganlarini tamoman unutib, o'z tabiatiga darhol qaytdi-da, qizning barmoqlarini 2 alqiniga elib to'ymay silashga boshladi. Qiz asta qo'lini bo'shatdi-da, "Yuring, aylanib kelayli", deb Kamiljonning jaynikidan yenikli qo'ltiqlab oldi. Kamiljon qo'ltig'idagi qiz qo'lining masqulg'ichi kuchi bilan aqlidan ozdi-da, ixtiyorsiz holda qizning o'z biligiga tushgan qo'lini yana bir qo'li bilan tutib oldi. "Qo'llaringiz qandoq yaxshi, Mahbuba", dedi. "Nimasi yaxshi?" dedi qiz kulib Kamiljonga yenichi qarab. Bu chaqda qizning budra, g'ijim chochlari Kamiljonning quloqlarini g'idiqildi. "Ya yerilmagan, ya qadoq yo'q. Xuddi xemirdan yasab olgandek tursa." Kamiljon qizdan nazokat va erkilash kutgan edi. Lekin qiz gapni boshqa yoqqa burdi. Ular jim minishdi. Qizning ro'yi qaytgan edi. U qizg'ish qarayotgan kechkuz osmoniga qaradi. Yovvoyi o'rdaklar xuddi qirg'uchi aeroplandek vishildab janubga qarab uchib ketdi. Qiz osmonga qarab kuldi. "Ko'rdingizmi? Avu uchib o'tgan yovvoyi o'rdakni", dedi Kamiljonning qo'ltig'idagi qo'li bilan osmonni ko'rsatib. "Ashu surati bilan soatiga 70-80 kilometr uchalaydi. Ashu surati bilan 1 yil 10 oyda yer sharini bir aylanib chiqa oladi." "Shundoq osonmi?" Kamiljon hayron bo'lib so'radi. "Yapon mashinasidek tiz chopadi ekan-a?" "Hisoblab ko'ring", deb o'z so'zini isbotlashga tirishdi. Mahbuba balalardek sho'xlik bilan qo'llarini o'ynatib. Yer sharining diametri 6371 kilometr, aylanmasi 40 ming kilometr. Soatiga 30 kilometrdan mangsa
3 yıl 8 ayda aylanıp çıqqılı buludu. Magellan yelkenli kemide neçe vaqtda aylanıp çıqqanlığını bilemsiz? İmtihan alğılı turdunuz o kızcaq, dedi Kamiljan qarаңғы bağның arqışıga kelgende qızның belgidin baqqa asta tartib. Yürüng, bağını aylanaylı. Koçi yaxşı, dedi kız külüp. Qaraڭa, gün nuri tağlarını qandaq qızartıb etken, bu acayip möcize ha? Quyosh 6000 gradus issiqlikda yer şarıdan 1.300.000 əs çoğ, yerden 150 milyon kilometr yiroqlikda turadi. Lekin nur sekundiga 300.000 kilometrdan tezlikda yo'l besib, yer shariga 8 minutdan ko'proq vaqt yetib keladigan. Quyoshning sijilligi, o'zining tezligi insoniyatning hayotiga kepillik qilmasa, biz nadin bino bo'latdik? Shuning uchun men osmonni, sirliq sayyoralarni, tiniq kuz oqshimini bak yaxshi ko'raman. Qiz bargan siri quyuqlashayotgan yulduzlarga, tog'larning oqsuzuk cho'qqalarini yaltirtib ko'tarilayotgan to'lin oyga qarab, yigitdan sal yiroqlashib mangdi. Kamiljan qizining tunji ichilgan atirgul g'untisidek yiqimli qomatini yo'rtib, go'zallashtirayotgan oyga rahmat aytdi. Qizining qo'lini qo'ltig'idan chiqarayotgan o'daklarga ming la'nat aytdi-da, qizga taqatsizlik bilan yiqilishib, qizning jaynigidan ching tutib oldi. Qiz qarshilik qilish o'rniga kulib qo'yib, quruqlikda boylik chiqmi, dengiz tagida boylik chiqmi? Dengiz ostida 100 milliard tonnadan jiq oltin, 380 milliard tonnadan ko'p neft bor ekan. Dengiz ostidagi rudalarni yer yuziga yeysa 200 metr qilinlikda bo'ladi ekan. Osmonmi dengiz o'xshash tagsiz sirliq, ikkisi o'xshaydi. Qaysi bayroqkin? Qaysi bay bo'lsa-mu bizga asqatmaydi, dedi Kamiljan qizga butun gavdisi bilan yiqilishib. Lozimi dadamning boyligi, dadamning huquq inovati, dadam yana o'sdi, maxsus mashin tagdi, dadamning hayot bo'ldi ekan, biz tirishmasaqmi baxtli bo'la olamiz. U o'ng qo'lini qizning nozik belidan o'tkazdi. Shu chaqda qizda tuyuqsiz g'oyibiy kuch paydo bo'ldi-da, birli silkinib yigitning changalidan ozod bo'ldi. Mahbuba, meni qiynamang, men nima deb chuquldayapsiz? dedi qiz g'azabli ko'zlarini Kamiljonga tikib. Sizning qalbingizdan xatdagi gaplarning chiqmaydiganligiga endi ishondim. Dadangizning huquq va inovatidan foydalanib, hamma nimaga qo'l so'zib yuribsiz-da. Sizga pok qalbi, tarbiyatligi kelgan bilimi bilan xizmat qilib, sizni baxtli qilish uchun xo'rliq tortayotgan birsi bor ekan. Ayting-a, sizga aql bilimni hadiya qilgan kim? Kechkuz shamili boshlandi. Jimjit ko'chada seriq bayroqlar shaldirlashib ushdi. Qiz yaproqlar ustini dastab kayniga yondi. Uningga tinimsiz yaproq to'kiyotgan daraxtlar barkallar etdi. Yulduzlar yiqilishayotgandek, tog'lar Hasan Husandek ro'shanlashib, kulayotgandek bilindi.